Bugun biz Chevrolet Onix ni to'liq obzorini qilamiz. To'xtang. Bu Malibu bilan Monza'dan qo'shilgan bolami? Uncha xunuk mashina. Nimaga xunuk? Dizayni Cobalt, Gentra va Nexus ga qaraganda ancha zamonaviyroq. Liniyalar, disklar, optika mashina rostdan ham yaxshi chiqqan va sekin-sekin xalq Onix ni sevishni boshladi. Shunaqa qilib kapotini tagida nechta eshik kuchi bor deb aytdingiz? Eshik deb tashamili, bu Onix ni eng full pozitsiyasi, Redline'dan bitta past. Bu mashinani kapotini ostida 1.2 litrli turbo motor joylashgan. Indeksi CSS Prime L Tor H. Ishonchligini va injiq emasligini уже vaqt ko'rsatadi. Yo'q, uni buni qo'ying, 95-benzin qilib ovqatlanishgan pulib qolmas ekanda. Endi aka Onix oladigan odamlar buni bilib olishadi. Agarda benzin bilan qiynalib qolsangiz, propan qo'yishni tavsiya qilamiz. Endi aka bu mashinada plastikdan tashqari o'zi nimadir bormi? Mana plastik. Bu ham plastik. Bu mashinaning saloni oddiy emas. Zavoddan magnitola bilan emas, sensor displey bilan chiqadi. Ichi ham zamonaviyligini ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, avtomobilni olganingizdan so'ng Malibu bar, rul va boshqalarini o'rnatish shart emas. Okey, qanaqadir aqlli funksiyasi bormi bu mashinada? Yoki maksimum aqli bu avtomat korobkasimi? Albatta, bu mashinada kruiz kontrol, klimat kontrol, yarim avtomatik parkovka tizimi, беспроводной zaryadka, parktroniklar, orqa kamera, orqa va oldi o'rindiqlarni isitish tizimi, slipoy zonalar monitoringi va boshqalar. Xullas, funksiyalari juda ko'p. Shunaqa qilib panorama lyuk qayerda bu? Nima bu akfa oynasini qo'yib qo'yishgan bu lyuk o'rniga? Mana shu lyuk xalq sevadigan Honda EQM5 va Cobalt'larda ham yo'q. O'zi O'zbekistonda lyuk ishlatadigan odamlar bormi? Javobni izohlarga qoldiring. Shunku bo'yicha nima gap aka? Cobalt'dagi yomg'irlar ovozini eshitib yuragamiz edi. Yo'q, haydovchini gapiga ko'ra, bu avtomobilning shumkasi juda ham yaxshi darajada ekan. Shunaqa qilib bagajga nechta odam sig'adi aka? Odam haqida gapirmaymiz-ku, lekin bagajnik sig'imi 469 litr. Metan ballonning o'rta sig'imi 90 litr. Bundan katta bagajnik faqat Cobalt'da. Tonirovka qilingan, takoy nomerda yuradigan Gentra'ga baribir yetmasa kerak aka. Buni biz obunachilarimizdan so'raymiz. Nima deb o'ylaysiz? Yaqin yillarda Onix, Gentra va Cobaltning o'rnini bosa oladimi? Javobni albatta izohlarga qoldiring. Bundan tashqari videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha. Xayr.